Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalarga beriladigan ayrim to'lovlar bekor qilindimi? Pensiya ustamasi kimlarga beriladi? Kimlar esa bu pulni ola olmasligi mumkin? Bu mavzu faqat pensionerlarning o'ziga emas. Ularning farzandlari, nevaralari, yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p oilalarda pensiya, nafaqa, ustama va kompensatsiya masalasi oilaviy byudjetga bevosita ta'sir qiladi. Men sizga bu mavzuni oddiy tilda, chalkashtirmasdan, lekin batafsil tushuntiraman. Agar sizning uyingizda pensioner bo'lsa, agar siz ota-onangiz yoki bobo buvingizning hujjatlarini yuritayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumotni oxirigacha eshiting. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday yangiliklarda bitta noto'g'ri tushuncha odamni bir necha oy puldan mahrum qilib qo'yishi mumkin. Avvalo, odamlar nimadan xavotirga tushyapti? Shuni aniqlab olaylik. Ko'pchilik qariyalarga to'lov bekor qilindi degan gapni eshitib, endi barcha pensionerlardan qo'shimcha pul olib tashlandi deb o'ylayapti. Bu yerda eng katta xato shuki, hamma to'lovlar bitta nom bilan atalib ketadi. Aslida pensiya bor, nafaqa bor, ustama bor, kompensatsiya bor, bir martalik moddiy yordam bor, parvarish puli bor, ijtimoiy reyestr orqali beriladigan yordam bor. Bularning har biri alohida tartibga ega. Oldin qanday edi? Ayrim toifadagi qariyal yoki pensionerlar qo'shimcha to'lovlarni avtomatik olardi yoki mahalla, tibbiy xulosa, nogironlik hujjati, yosh mezoni, yolg'iz yashash holati, parvarishga muhtojlik kabi asoslar bilan olardi. Lekin keyingi tartiblarda asosiy e'tibor shunga qaratilyapti. Pul haqiqatan ham muhtoj, huquqi bor, hujjati to'g'ri rasmiylashtirilgan odamga berilishi kerak. Ya'ni to'lovning nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Ayrim turdagi to'lovlar boshqa mexanizmga o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Ayrimlari esa faqat aniq toifadagi shaxslarga qoldirilgan bo'lishi mumkin. Men buni juda oddiy qilib aytaman. Qariyalarning hammasiga bir xil to'lov berilmaydi. Pensiya olayotgan har bir inson albatta ustama oladi degan qoida yo'q. Ustama olish uchun yosh, sog'liq, mehnat staji, nogironlik, urush yoki front orti maqomi, davlat mukofoti, qarovchisini yo'qotganlik, yolg'iz yashash. O'zgalar parvarishga muhtojlik kabi aniq asoslardan biri bo'lishi kerak. Shuning uchun to'lov bekor qilindi degan gapni eshitganda birinchi savol shunday bo'lishi kerak. Qaysi to'lov bekor qilindi? Pensiyaning o'zi emasmi? Pensiyaga qo'shib beriladigan ustamami? Mahalla orqali beriladigan yordammi? Tibbiy xulosaga asosan beriladigan parvarish pulimi? Bir martalik yordammi? Mana shu farqni bilmaslik ko'p oilalarda vahima. Asabiylashish va idoradan idoraga bekor yurishga sabab bo'ladi. Endi men o'zgarishning mohiyatini tushuntiraman. Bugungi tartibda ko'plab ijtimoiy to'lovlar aniq mezonlar asosida tekshiriladi. Ya'ni odamning faqat yoshi emas, uning holati ham ko'riladi. Masalan, odam 70 yoshda bo'lishi mumkin, lekin uning o'z pensiyasi yetarli, farzandlari bilan yashaydi, parvarishga muhtoj emas, nogironlik guruhi yo'q. Bunday holatda u faqat yoshiga qarab alohida ustama olmasligi mumkin. Boshqa bir inson esa 70 yoshda emas, 50 yoshda bo'lishi mumkin, lekin nogironlik guruhi bor, doimiy parvarishga muhtoj tibbiy xulosasi bor. U holda aynan unga qo'shimcha to'lov yoki ustama belgilanishi mumkin. Bu yerda adolatli ko'rinadigan, lekin odamlar uchun qiyin bo'lgan tomoni bor. Hujjat bo'lmasa huquqni isbotlash qiyin. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Pensioner haqiqatan ham kasal, yura olmaydi, doimiy qarovga muhtoj, lekin tibbiy xulosa yangilanmagan. Mahalla biladi, qo'shnilar biladi, farzandlari biladi, lekin tizimda rasmiy hujjat yo'q. Natijada to'lov tayinlanmaydi yoki to'xtab qoladi. Yana bir o'zgarish shuki, ayrim to'lovlar avtomatik emas, murojaat asosida ko'rib chiqilishi mumkin. Odam menga o'zi qo'shib beradi deb kutadi, lekin pensiya bo'limida, mahallada yoki tibbiy ijtimoiy ekspertiza tizimida uning arizasi yo'q bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, agar sizda qo'shimcha to'lovga asos bor deb o'ylasangiz, kutib o'tirmang, hujjatlarni tekshirtiring. Endi asosiy savol: kimlar xavotir olmasligi kerak? Birinchidan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan, pensiyasi qonuniy tayinlangan odam pensiyaning o'zi bekor bo'lib qoladi deb qo'rqmasligi kerak. Pensiya, mehnat staji, ish haqi, sug'urta badallari va qonunchilikdagi tartiblar asosida tayinlanadi. Qo'shimcha to'lov bo'yicha o'zgarish bo'lsa ham bu har doim pensiyaning asosiy qismi yo'qoladi degani emas. Ikkinchidan, hujjatlari to'liq bo'lgan, nogironlik guruhi belgilangan, parvarishga muhtojligi tibbiy jihatdan tasdiqlangan, tegishli maqomi tizimda mavjud bo'lgan pensionerlar ham ortiqcha vahimaga tushmasin. Lekin baribir men ularga ham bir marta tekshirib qo'yishni maslahat beraman.
Chunki ayrim hujjatlarning muddati bo'ladi. Masalan, nogironlik guruhi muddatsiz bo'lishi ham mumkin, ma'lum muddatga berilgan bo'lishi ham mumkin. Agar muddat tugasa, to'lov avtomatik davom etmasligi mumkin. Uchinchidan, pensiya ustamasi ilgari qonuniy asos bilan tayinlangan bo'lsa va bu asos yo'qolmagan bo'lsa, odam o'z huquqini talab qilishi mumkin. Masalan, inson nogironlik bo'yicha pensiya ustamasi olayotgan bo'lsa, nogironlik bekor qilinmagan, tibbiy xulosa o'z kuchida, shaxsiy ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, bu ustama saqlanishi kerak. Agar bank kartaga kam pul tushsa, darhol bekor qilishdi deb xulosa qilmasdan pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasini olish kerak. Endi kimlar albatta tekshirtirishi kerakligini batafsil aytaman. Birinchi toifa yolg'iz yashaydigan qariyalar. Masalan, 18 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. U har oy faqat pensiya oladi, lekin uyda parvarishga, dori-darmonga, kommunal to'lovlarga qiynaladi. Bunday holatda mahalla orqali uning ijtimoiy holati o'rganilishi, ehtiyojmandlik mezonlari bo'yicha yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin buning uchun mahallaga murojaat bo'lishi, yashash holati, daromad, oilaviy tarkib, sog'liq holati aniqlanishi kerak. Ikkinchi toifa o'zgalar parvarishiga muhtoj pensionerlar. Misol uchun, 2 yoshli otaxon insultdan keyin mustaqil yura olmaydi, ovqat tayyorlay olmaydi. Dorilarni vaqtida ichish uchun yonda odam bo'lishi kerak. Agar bu holat tibbiy xulosa bilan tasdiqlanmagan bo'lsa, oilasi faqat og'zaki shikoyat qilib yuradi. To'lov yoki ustama tayinlanishi uchun shifokor ko'rgi kerakli xulosa. Ayrim hollarda tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari kerak bo'ladi. Uchinchi toifa nogironligi bor pensionerlar. Masalan, 11 yoshli ayol yoshga doir pensiya oladi. Keyinchalik sog'ligi yomonlashib, nogironlik guruhi belgilanadi. Ko'pchilik men allaqachon pensiyadaman, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida nogironlik belgilanishi ayrim ustama yoki boshqa turdagi ijtimoiy himoya choralariga asos bo'lishi mumkin. Buning uchun pensiya bo'limiga nogironlik haqidagi ma'lumotlar tushganmi? Ustama qayta hisoblanganmi? Shuni tekshirish kerak. 4-toifa pensiya miqdori juda past bo'lgan pensionerlar. Masalan, odamning ish staji kam bo'lgan, rasmiy ishlamagan yillari ko'p, natijada pensiyasi minimal darajaga yaqin. Bunday holatda u faqat pensiya bilan cheklanib qolmasligi kerak. Mahalla ijtimoiy himoya organlari kambag'allikni qisqartirish va bandlik tizimidagi mavjud yordamlar bo'yicha o'z holatini tekshirtirish kerak. Har doim ham bu pensiya ustamasi bo'lmaydi. Ba'zan bu moddiy yordam, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov bo'yicha yordam yoki boshqa ijtimoiy xizmat bo'lishi mumkin. Endi men bir nechta oddiy misol keltiraman. Tasavvur qiling, birinchi pensioner 68 yoshda, u 2 million so'm pensiya oladi, turmush o'rtog'i ham pensiya oladi. Farzandi bilan bir uyda yashaydi, nogironlik guruhi yo'q. U qariyalarga ustama berilar ekan deb eshitib, o'ziga ham qo'shiladi deb kutadi. Lekin uning holatida aniq huquqiy asos bo'lmasa, ustama berilmasligi mumkin. Bu bekor qilish emas, balki mezonga tushmaslik hisoblanadi. Ikkinchi misol. 76 yoshli otaxon 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Yolg'iz yashaydi, yurak kasalligi bor, lekin hech qachon nogironlik hujjat topshirmagan. Unga qo'shimcha yordam kerak bo'lishi mumkin, lekin tizim uni avtomatik ko'rmayotgan bo'lishi ehtimoli bor. Bunday holatda farzandlari yoki yaqinlari poliklinikadan tibbiy hujjatlarni yig'ishi, mahallaga murojaat qilishi, ijtimoiy xodim orqali holatni rasmiylashtirish kerak. Uchinchi misol. 20 yoshli onaxon pensiya oladi va unga avval parvarish bilan bog'liq to'lov tayinlangan. Lekin tibbiy xulosaning muddati tugagan. Bank kartasiga oldingidan kamroq pul tushdi. Oila to'lov bekor bo'ldi deb o'ylaydi. Aslida sabab hujjat muddati tugagani bo'lishi mumkin. Agar ular vaqtida qayta ko'rikdan o'tsa, hujjatni yangilasa, to'lov qayta tiklanishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 4-misol, 7 yoshli pensioner boshqa viloyatdan Toshkentga farzandinikiga ko'chib kelgan, lekin doimiy yashash joyi. Bank ma'lumotlari yoki pensiya ishida manzil o'zgarishi to'g'ri aks etmagan. Ba'zan pul kechikishi yoki noto'g'ri hisoblanishi huquq bekor bo'lgani uchun emas, texnik yoki ma'lumotlar mos kelmagani uchun yuz beradi. Shuning uchun manzil, pasport ma'lumotlari, bank kartasi, telefon raqami va pensiya ishidagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Bu mavzuda eng muhim nozik jihat shuki, qariya degan so'zning o'zi to'lov olish uchun yetarli asos emas. Qonunchilikda aniq toifalar bo'ladi. Masalan, yoshga doir pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, boquvchisini yo'qotgan shaxs, yolg'iz keksalar, o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslar.
ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Har bir toifa bo'yicha hujjat va mezon alohida. Yana bir nozik masala, farzandi bor pensioner avtomatik ravishda yordamdan mahrum bo'ladi degan tushuncha ham har doim to'g'ri emas. Farzandi bor, lekin farzandining o'zi ishsiz. Nogironligi bor, uzoqda yashaydi. Ota-onasini real parvarish qila olmaydi yoki oilaning daromadi juda past bo'lishi mumkin. Lekin bularning barchasi og'zaki emas, rasmiy o'rganish orqali aniqlanadi. Shuning uchun farzandingiz bor ekan, sizga hech narsa yo'q degan javob eshitsangiz, asosini so'rang, yozma javob talab qiling. Yana bir xato, odamlar bankka borib, nega pulim kamaydi deb so'raydi. Bank faqat tushgan pulni ko'rsatadi, lekin pensiya qanday hisoblangani, qaysi ustama olib tashlangani yoki qaysi hujjat yetishmayotgani haqida bank to'liq javob bermaydi. Buning uchun pensiya bo'limi yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilish kerak. Bank faqat texnik kanal, pulni hisoblaydigan organ emas. Yana bir muhim jihat, to'lov to'xtagan bo'lsa, har doim ham u abadiy bekor bo'ldi degani emas. Ba'zi holatlarda to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Masalan, hujjat muddati tugaydi, shaxsiy ma'lumot yangilanmagan bo'ladi, bank kartasi yopilgan bo'ladi, pensioner boshqa hududga ko'chgan bo'ladi, tibbiy ko'rikdan o'tmagan bo'ladi. Bunday holatlarda sabab bartaraf etilsa, masala qayta ko'riladi. Lekin shuni ham ochiq aytaman. Agar odam ilgari noto'g'ri asos bilan to'lov olgan bo'lsa, tekshiruvdan keyin bu to'lov to'xtatilishi mumkin. Masalan, hujjatda yolg'iz yashaydi deb ko'rsatilgan, lekin amalda daromadli oila a'zolari bilan yashaydi. Yoki parvarishga muhtojlik holati yo'qolgan, lekin hujjat yangilanmagan. Bunday vaziyatda tizim ortiqcha to'lovni ham qayta hisoblashga urinishi mumkin. Shu sababli hujjatlarni to'g'ri yuritish juda muhim. Men ko'p uchratadigan birinchi xato, hamma oldi, men ham olishim kerak degan fikr. Har bir pensionerning pensiya ishi alohida. Ikki qo'shni bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil ishlagan. Biri nogironlik guruhi olgan, ikkinchisida bunday hujjat yo'q. Biri yolg'iz yashaydi, ikkinchisi farzandlari bilan yashaydi. Shuning uchun ular oladigan summa bir xil bo'lmasligi tabiiy. Ikkinchi xato, hujjatni oxirgi kunga qoldirish. Agar tibbiy xulosa muddati tugayotgan bo'lsa, uni oldindan yangilash kerak. Agar pasport yoki ID karta almashgan bo'lsa, pensiya bo'limiga ma'lumot yangilanganini tekshirtirish kerak. Agar bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, yangi karta ochib pensiya tushadigan hisob raqam to'g'ri biriktirilganini aniqlash kerak. Uchinchi xato, faqat telefon orqali so'rab, yozma javob olmaslik. Telefon orqali berilgan javob ertaga isbot bo'lmaydi. Men har doim maslahat beraman. Muammo jiddiy bo'lsa, ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing, javob raqamini oling. Agar elektron murojaat imkoniyati bo'lsa, elektron tarzda yuboring. Shunda sizda dalil bo'ladi. 4-xato. Vositachilarga ishonish. Men tanish orqali ustama chiqarib beraman. Falon pul bersangiz, pensiyani oshirib beraman degan gaplarga ishonmang. Pensiya va ustamalar qonuniy hujjatlar asosida belgilanadi. Agar huquqingiz bo'lsa, rasmiy tartibda olasiz. Agar huquqingiz bo'lmasa, hech kim qonuniy qilib bera olmaydi. Noqonuniy yo'l esa keyinchalik katta muammo tug'dirishi mumkin. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, birinchi navbatda oxirgi oyda tushgan pensiya summasini oldingi oylar bilan solishtiring. Masalan, oldin 1 million 80 ming so'm tushgan. Bu oy 1 million 57 ming so'm tushgan bo'lsa, farq nimadan kelganini aniqlash kerak. Buning uchun bank ilovasidagi kirimni ko'rish yetarli emas, pensiya hisob kitobini so'rash kerak. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank karta ma'lumotlari, oxirgi to'lovlar bo'yicha ma'lumot, agar nogironlik bo'lsa, nogironlik hujjati, tibbiy xulosa va boshqa asoslovchi hujjatlarni olib boring. U yerda menga pensiya ustamalarim bo'yicha batafsil hisob-kitob ma'lumotini berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Uchinchi qadam, agar sog'liq sababli qo'shimcha to'lovga asos bor deb o'ylasangiz, poliklinikaga boring. Davolovchi shifokorga real holatni tushuntiring. Yura olmaslik, o'zini o'zi parvarish qila olmaslik, ko'rish yoki eshitishdagi jiddiy muammo, doimiy dori-darmon, insult, infarkt, og'ir surunkali kasalliklar, shifokordan kerakli ko'riklar. Tibbiy xulosa va zarur bo'lsa ekspertizaga yo'llama masalasini so'rang. 4-qadam, yolg'iz yashash yoki ehtiyojmandlik bo'yicha mahallaga murojaat qiling. Arizada aniq yozing. Men pensiya olaman. Daromadim dori-darmon va yashash xarajatlariga yetmayapti. Oilaviy va ijtimoiy holatimni o'rganib,
tegishli yordam masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizani shunchaki og'zaki aytib ketmang. Ro'yxatga olinganiga ishonch hosil qiling. 5-qadam hujjatlarning muddatini tekshiring. Nogironlik guruhi muddatsizmi yoki ma'lum sanagachami? Tibbiy xulosa qachongacha amal qiladi? Bank kartasi muddati tugamaganmi? Pasport ma'lumotlari yangilanganmi? Pensionni boshqa manzilga ko'chgan bo'lsa, bu ma'lumot pensiya tizimida aks etganmi? Ko'pincha odamlar aynan shu mayda ko'ringan masalalar sabab puldan vaqtincha ayrilib qoladi. Men sizga oddiy matn namunasi kabi tushuntiraman. Ariza juda murakkab bo'lishi shart emas. Muhimi talab aniq bo'lsin. Masalan, pensiya bo'limiga shunday mazmunda yozish mumkin. Mening pensiya to'lovlarim miqdori o'zgargani sababli. Pensiyamning asosiy qismi ustamalar, qo'shimcha to'lovlar va ushlab qolishlar bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Agar biror ustama to'xtatilgan bo'lsa, uning sababi va qayta tiklash uchun qanday hujjatlar kerakligini ma'lum qilishingizni so'rayman. Mahallaga esa shunday mazmunda yozish mumkin. Mening ijtimoiy va moddiy ahvolimni o'rganib, amaldagi tartib bo'yicha yordam. Ijtimoiy xizmat yoki tegishli qo'llab-quvvatlash choralarini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar pensioner yura olmasa, arizada sog'ligim sababli shaxsan borishim qiyin. Uyga kelib o'rganish tashkil etishingizni so'rayman deb yozish ham mumkin. Agar javob og'zaki berilsa va siz rozi bo'lmasangiz, yozma javob so'rang. Yozma javobda qaysi qonuniy asos bilan rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Ana shunda siz keyingi bosqichda yuqori turuvchi tashkilotga yoki elektron murojaat orqali shikoyat qilish imkoniga ega bo'lasiz. Endi pensiya ustamasi kimlarga tegishli bo'lishi mumkinligini umumiy qilib sanab o'taman. Aniq miqdor va tartib vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har doim oxirgi rasmiy ma'lumotni tekshirish kerak. Lekin umumiy mantiq quyidagicha: ustama odatda alohida huquqiy maqomga ega, sog'ligida cheklov bo'lgan, o'zgalar parvarishiga muhtoj, nogironligi bor, ayrim xizmatlari yoki alohida holati e'tirof etilgan shaxslarga beriladi. Masalan, nogironligi bo'lgan pensionerlar ayrim ustamalarga da'vogarlik qilishi mumkin. Yolg'iz keksalar ijtimoiy xizmat yoki yordam bo'yicha ko'rib chiqilishi mumkin. O'zgalar parvarishiga muhtoj shaxslar tibbiy xulosa asosida qo'shimcha qo'llab-quvvatlash olishi mumkin. Ayrim faxriylar, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq maqomga ega shaxslar davlat mukofotlari bilan taqdirlanganlar uchun ham alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin men yana takrorlayman. Men keksaydim degan holatning o'zi har doim ustama degani emas. Men kasalman degan gap ham hujjatsiz yetarli emas. Menga mahalla aytdi degan og'zaki ma'lumot ham yetarli emas. Asosiy kuch hujjatda tibbiy xulosa, pensiya ishi, nogironlik ma'lumoti, mahalla dalolatnomasi, ijtimoiy o'rganish natijasi, rasmiy ariza va rasmiy javob. Agar kartangizga odatdagidan kam pul tushsa, birinchi kuni asabiylashib, turli gaplarga ishonib qolmang. Avval bankdan tushum sanasi va summasini aniqlang. Keyin pensiya bo'limidan hisob-kitob so'rang. Ba'zan pul ikki bo'lib tushishi mumkin. Ba'zan texnik kechikish bo'lishi mumkin. Ba'zan biror ushlab qolish bo'lishi mumkin. Masalan, qarzdorlik yoki noto'g'ri ortiqcha to'lovni qayta hisoblash. Bularning har biri alohida tushuntirilishi kerak. Agar sizga ustama bekor bo'lgan deyishsa, darhol savol bering. Qaysi ustama, qaysi sanadan, qaysi asos bilan? Qayta tiklash uchun nima kerak? Mana shu 4 ta savolni bermasangiz, sizga umumiy javob berib yuborishlari mumkin. Aniq savol aniq javobga olib keladi. Agar pensionerning o'zi idoraga bora olmasa, ishonchnoma masalasini ko'rib chiqing. Farzandi yoki yaqin qarindoshi uning nomidan hujjatlarni yuritishi uchun qonuniy vakillik yoki ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Ayrim oddiy ma'lumotlarni yaqinlari so'rab berishi mumkin. Lekin shaxsiy pensiya ma'lumotlari maxfiy bo'lgani uchun rasmiy vakolat talab qilinishi ehtimoli bor. Men bu videoni ko'rayotgan farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiya oladi, demak hammasi joyida deb o'ylamang. Ular ko'pincha idoralarga borishga qiynaladi, savol berishga tortinadi, hujjatdagi farqni tushunmaydi. Siz oyga bir marta ularning pensiya tushumini, dori xarajatini, kommunal to'lovini, tibbiy hujjat muddatini tekshirib tursangiz, katta muammolarning oldi olinadi. Agar ota-onangiz nogironlikka chiqishi kerak bo'lsa, buni kechiktirmang. Agar ular uyda parvarishga muhtoj bo'lsa, buni rasmiylashtiring. Agar yolg'iz yashasa, mahalla bilan aloqani yo'lga qo'ying. Agar pensiya summasi birdan kamaygan bo'lsa, keyingi oy ko'ramiz deb kutmang. Sababini darhol aniqlang. Chunki ba'zi to'lovlar bo'yicha vaqtida murojaat qilish muhim bo'ladi.
Yana bir maslahat, barcha hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. ID karta nusxasi, pensiya hujjatlari, bank ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, nogironlik hujjati, dorilar ro'yxati, shifokor ko'riklari, mahalla arizalari, javob xatlari. Bu papka bo'lsa, har safar noldan boshlamaysiz. Idoraga borganingizda ham gap aniq bo'ladi. Demak, asosiy xulosa shuki, qariyalarga to'lov bekor qilindi degan gapni eshitib, hamma pensioner pensiyasidan ayriladi deb qo'rqmaslik kerak. Pensiyaning o'zi alohida, pensiya ustamasi alohida. Mahalla yoki ijtimoiy himoya orqali beriladigan yordam alohida. Kimdir ustama oladi, kimdir olmaydi. Kimdir hujjat yangilasa qayta olishi mumkin. Kimdir esa umuman boshqa turdagi yordamga murojaat qilishi kerak. Men sizga eng muhim narsani aytdim. Huquqingizni bilish uchun pul tushgan summalar qarab taxmin qilmang. Rasmiy hisob kitobni oling. Sog'liq bo'yicha asos bo'lsa, tibbiy hujjatni rasmiylashtiring. Yolg'iz yashash yoki ehtiyojmandlik bo'lsa, mahallaga yozma murojaat qiling. Javobdan norozi bo'lsangiz, yozma asos so'rang va yuqori tashkilotga murojaat qiling. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq uning pensiya summasini, hujjatlarini va ustama olish huquqini tekshirib qo'ying. Izohlarda yozing. Siz yashayotgan hududda qariyalarga to'lov yoki pensiya ustamasi bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Pul kamayganmi? Ustama to'xtaganmi yoki aksincha qayta hisoblab berishganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki men bunday muhim ijtimoiy va pensiya masalalarini oddiy tilda tushuntirib boraman.